Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. Unga ko'ra fuqaro murojaat qilib, Nexia 3 rusumli transport vositasi Yakkasaroy tumani Xushtepa ko'chasi 6-uy oldida qoldirilganligi, ammo olib ketgani kelganda mashina yo'qligini aytib, transport vositasini topishda amaliy yordam so'ragan. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida ushbu avtomashinani talon-taroj qilish maqsadida Suhrob ismli shaxs o'ziga tanish bo'lgan Ilhom va boshqalar o'zaro til biriktirib, bir guruhga birlashib, mazkur avtomashinani o'g'irlab ketganligi aniqlandi. Transport vositasi esa Qo'qon shahriga olib borilib, xonadonlarning biriga yashirib qo'yilganligi ayon bo'ldi. Bundan tashqari jinoiy guruh a'zolarining Bektemir tumanidagi vaqtincha yashash manzili xolislar bilan ko'zdan kechirilganda, boshqa transport vositalariga tegishli turli xildagi davlat raqam belgilari topilib, daliliy ashyo sifatida olingan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 267-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchilarning barchasiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Hurmatli yurtdoshlar, agar siz ham mazkur shaxslardan jabr ko'rgan bo'lsangiz, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasiga yoki 97 751 77 72 raqami orqali murojaat qilishingizni so'raymiz. Toshkentda fuqarolarning bank kartasidan pullar yechilishi bilan bog'liq jinoyat fosh qilindi. Chilonzor tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi bergan ma'lumotga ko'ra, bir necha fuqarolar bank plastik kartasidan noma'lum shaxs pul yechganligi va qonunbuzarga nisbatan chora ko'rishni so'ragan. Olib borilgan tezkor tadbirlar natijasida mazkur jinoyatni sodir etgan 20 yoshli shaxs qo'lga olindi. U o'ziga tegishli telefon apparatidan chetdagi shaxslar bilan o'zaro til biriktirib, ular fuqarolarga turli xil ko'rinishdagi virusli fayllarni jo'natib, ular ushbu fayllarga kirib, o'zlariga tegishli plastik karta ma'lumotlarini kirgizib qo'ygandan so'ng, ular ushbu plastik karta ma'lumotlarini turli xil to'lov tizimlariga ulab, ulardagi mazkur ulangan natijasida ular fuqarolardagi pullarni noqonuniy tarzda chet elga olib chiqib ketayotganligi aniqlandi. Ommaviy axborot vositalarida ijtimoiy tarmoqlar orqali keladigan virusli xabarlar haqida qayta gapirilsa-da, aksar hollarda bunday ogohlantirishlarni e'tiborsiz qoldiramiz. Natijada mana shunday jinoyatlar jabrlanuvchisiga aylanib qolamiz. Qo'lga olingan shaxs endigina 20 yoshga kirgan. Oson yo'l bilan qo'lga kiritilgan pullarga mahliyo bo'lib, qonuniy jazo kutayotganligini unutgan ko'rinadi. O'zim boshimdan ham o'tgan, o'zimdan ham shunaqa pul o'g'irlashgan o'tgan yili. Bu har doim kimdir nimadir tashlayotdi, bizdan mashina. Jabrlanuvchilarga o'sha pullarni o'zim yonimizdan, oilam tarafdan to'lab beramiz. Attestatsiyadan olib qochmagan o'zimni kimdirdan pul agar men orqali o'g'irlangan bo'lsa, uni qaytarib beraman. Fuqarolarning peshona teri evaziga topilgan pullarni o'marishda, chet eldagi sheriklarga o'tkazib berishda, qo'sh tirnoq ichida jonbozlik ko'rsatgan bu shaxs qilmishlarga javob beradi. Ma'lumotlarga ko'ra 40 nafar jabrlanuvchidan 70 million so'mdan ortiq pullar yechilgan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hurmatli yurtdoshlar, ijtimoiy tarmoqlardan keladigan shubhali xabarlarni ochmang. Hatto yaqinlaringizdan kelgan bo'lsa ham ogoh bo'ling. Bugun insoniyat oldida turgan katta muammolardan biri bu giyohvandlikdir. Yildan yilga zahri qotilning turlari ham ko'payib, uni sotadigan, yetishtiradigan shaxslar ham o'z jinoiy usullarini o'zgartirib borishmoqda. Ammo O'zbekiston Respublikasida giyohvandlik vositalari, ularning analoglari, psixotrop va nazorat ostidagi dori vositalari, kimyoviy usulda olinadigan giyohvandlik vositalariga qarshi keskin kurash olib borilmoqda. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari bilan hamkorlikda Toshkent shahar hududida giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarini qonunga xilof ravishda saqlash, tayyorlash hamda tarqalishiga qarshi keskin chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan o'tgan 2023-yilda giyohvandlik, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalariga qarshi kurashish yo'nalishida 2357 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsa, 235 kilogramm 132 gramm giyohvandlik vositalari daliliy ashyo sifatida olingan. Shundan 809 gramm geroin, 8384 gram opiy, 59566 gram gashish, 8122 gram marixuana,
8630 gram ko'knori, 54867 gram sintetik giyohvandlik moddalarini tashkil qilmoqda. Tezkor tadbirlar davomida 94722 dona kuchli ta'sir qiluvchi dorilar ashyoviy dalil sifatida olingan. Qonunlarimizda mazkur jinoyatlar uchun tegishli javobgarlik bo'lsa-da, mo'maygina pul evaziga insonlarni, fuqarolarimizni, ayniqsa yoshlarning hayotini ostin-ustun qiladigan zahri qotilni sotishga, o'tkazishga, yetishtirishga urinayotgan shaxslar afsuski uchrab turibdi. Qonunchiligimizda giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab, qonunga xilof ravishda tayyorlash, olish, saqlash va boshqa harakatlarni amalga oshirish O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasini tashkil qilib, 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilangan. Giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalar hisoblanmaydigan kuchli ta'sir qiluvchi yoxud zaharli moddalarni o'tkazish Jinoyat kodeksining 251-1 moddasini tashkil etib, sud tomonidan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etish jazosi belgilangan. Giyohvandlik, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari insonni insoniylikdan chiqaradigan, kelajagini barbod qiladigan, oxir oqibat jarga qulatadigan zahri qotildir. Bu borada ota-onalar ham o'z farzandini nazoratga olishini, ko'cha-ko'yda kim bilan vaqt o'tkazishini tekshirishini istardik. Zero bu o'rgimchak to'riga ilingan inson undan qaytib chiqishi juda mushkul kechadi. Agar yaqiningiz, farzandingiz bu illatga o'rganib qolgan bo'lsa, darhol narkologiya dispanserlariga, shifokorlarga murojaat qiling. Fuqarolarning shaxsi sir saqlanishi, ularning davolanishi davlat tomonidan ta'minlanadi. Birinchi ta'siri o'sha insonning xulq-atvoridagi o'zgarishlar. Xulq-atvoridagi o'zgarishlar juda ham ayanchli holat. Nega bizning hozirgi paytda yoshlarimizga faraz qiling, bu zararli, ya'ni zaharlash shunaqa ta'sir ko'rsatadi. Endi buni ta'sirini biz qarab chiqadigan bo'lsak, birinchi navbatda bu dori vositalari bo'ladimi, giyohvand moddalar bo'ladimi, insonning miyasiga ta'sir ko'rsatadi. Miyasiga ta'sir ko'rsatgandan keyin insonning halovatini o'g'irlaydi, xotirjamligini o'g'irlaydi. Qolaversa, bularda karamlilik juda kuchli holatda kuzatiladi va mana shu karamlilik bo'lganda kerak bo'lsa o'sha ota-onasini ham aldashadi. Kerak bo'lsa jinoyatga qo'l urishib pul ham topishadi. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari tomonidan olib borilayotgan bunday tezkor tadbirlardan ko'zlangan maqsad ham fuqarolarimiz, ayniqsa yurt kelajagi bo'lgan yoshlarning salomatligini saqlashdir. Bu illatga kurashishda birdamlik, hamkorlik katta ahamiyat kasb etadi. Siz ham befarq bo'lmang. Mahallangiz, ko'changizda giyohvandlik, kuchli ta'sir qiluvchi va psixotrop dori vositalarining sotilishi, reklamasiga ko'zingiz tushsa, darhol ichki ishlar organlariga xabar bering. Sizning shaxsingiz sir saqlanishi kafolatlanadi. Bu illatga birgalikda kurashaylik. Toshkent shahrida giyohvandlik, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning noqonuniy aylanmasi, sotilishi va saqlanishiga qarshi keskin kurash olib borilmoqda. Xususan, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi va boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Sodiq ismli shaxs qo'lga olinib, uning Yangihayot tumanida joylashgan yashash manzili xolislar bilan ko'zdan kechirilganda bahosi 1 milliard 200 million so'mdan ziyod kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari topilib, rasmiylashtirilib olingan. Idishchalarga solib, keyin hammasini pakovka qilib, zakladka qilib qo'yib chiqardi. O'zi birinchi kladmenlik taklif qilishgan. Zakladka o'sha anaqa qo'yib chiqadigan. Pushaymonman, bunaqa yaxshi emas ekan bu ish. Yaqiniga ham yo'lamaslikni maslahat beraman. Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining bergan xulosasiga ko'ra, olingan daliliy ashyolar, ya'ni dorilar tarkibida kuchli ta'sir qiluvchi moddalar borligi aniqlangan. Gumonlanuvchining xonadonidan topilgan moddalar 6 kilogrammga yaqinligi ma'lum qilingan. Mazkur holat yuzasidan Chilonzor tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan fuqaro Sodiqjonga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 251 moddasi 3-qismi, ya'ni giyohvandlik vositalari yoki ularning analoglari hamda psixotrop moddalar hisoblanmaydigan kuchli ta'sir qiluvchi moddalarni juda ko'p miqdorda olish, tashish, saqlashda ifodalangan jinoyat sodir etganligi uchun ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish tanlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan dastlabki tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 251 moddasiga ko'ra gumonlanuvchiga sud hukmi bilan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi nazarda tutilgan. Toshkent shahrida giyohvandlik, psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning noqonuniy aylanmasi, sotilishi va saqlanishiga qarshi keskin kurash davom etmoqda.